Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşçülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısı. Programımız hoş geldinler. Ben Gülçekre. Ben Erkin. Bugünkü programımızda aldı bilen Erkin Efendi televizor görüşçülərimizə yetkizməkçi bolğan xəbərlərimizin qısqaça məzmunlarından xəbərdar qılıb dəmdə. Buludu Gülçekre, unda olsa bugün televizor görüşçülərimizə birinci bolğan bir köngülsüz bir xəbər var. Şinjan Pedagog Üniversiteti'nin profesörü hörmətli Abdülkadir Jalaldin Efendi yakında tutqun kılınğan. Bu vaqtdagi ba'zi ma'lumotlarga erishdik. Bugun buni diqqatga sunamiz. Televizor görüşçülərimizdən. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Uyg'ur sarxillari ko'plab tutilayotgan bir paytda, ammo qanchalik shu lagerlarning ta'sis qilinganligi soni texchi ma'lum emasdi. Buni bir agentlik shu Ürümçinin o'zida 33 yerda yig'ilish lageri borligini tilg'ab o'tgan. Bu haqiqatan qo'rqinchli qadamni andishiga soladigan bir xabar. Uningdan boshqa yana xalqaro bir yangi ilgirlash bor. Bu Amerika Davlat Majlisi emas, Davlat ishlar ministrligi yaqinda kishilik huquq dokladini e'lon qildi. Dokladda Uyg'urlar masalasiga alohida tilga ilingan. Bu haqiqatan diplomatiya jihatidagi bir diqqat qo'zg'aydigan nuqtalarning biri. Shuning bilan birga Fransiya agentligi shu Uyg'ur elidagi bostirishlarda Xitoy hukumatining shu xizmat guruhlarining asosli rol o'ynayotganligini tilg'ab o'tgan. Undan boshqa yana yaqinda bir yaxshi bir xo'sh xabar 25-yil siz bilasiz Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa ilgari BDT yig'iniga qatnashtirilmagan Nyu-York shahrida o 25-yil tuyuqsiz chaqirtib kelinib bu yig'inga qatnashdi ham Uyg'ur masalalarini o'tirg'a qo'ydi. Bumi bir ilgirlash bo'lsa kerak. Bugun yana butun ijtimoiy taratqularda shundaqla dunyo axborotlarning ko'zi Uyg'urlarda, chunki bir yilda Uyg'urlar sababli osmonmi ko'k, yermi ko'k, hammamizga ma'lum bo'lgandek 5000 kishilik Uyg'urlarning namoyishi vujudga chiqdi. Buni ekranimizdan tomosha qilasizlar. Ko'k rangni ayt yaxshi ko'ramiz-ku biz. Hurmatli televizor ko'ruvchilarimiz, tövanda xabarlarimizning tafsiliy mazmunlariga diqqatingizni bo'ladi. Şinjan Pedagog Üniversiteti'nin profesörü ataqlıq Adib Abdülkadir Jalaldin'nin Ürümçi şəhərdəki dövlət amallıq saqçıları tərəfindən tutqun qılınğanlığı aniqlandı. Bu uçur Məzkur Üniversitetinin amallıq başqarması siyasi işlər bölümünün məsulü Feng Wenchang tərəfindən dəlilləndi. Feng Wenchang Abdülkadir Jalaldin'nin bu yıl 29 yanvar günü Ürümçi şəhərlik dövlət amallıq xadimləri tərəfindən tutub ketilgənligini bayan qıldı. Dünya Uyghur Qurultayının Ali rəhbəri Rabia Qadri xanım Profesör Abdülkadir Jalaldin haqida məxsus bayanat e'lon qilib, muhaciratdagi Uyghur tashkilotlarini Abdülkadir Jalaldinning tutilganlik xabarini xalqaro jamoatga keng ko'lamda yetkazishga chaqirdi. Dünya Uyghur Qurultayi bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarining Abdülkadir Jalaldinni tutqun qilganligini aybladi. Yaqinda cheklangan xabarlar to'g'rida e'lon qilgan bir uchurda Ürümçi şəhərdə 33 orunda yığılış lageri təsis qılınğan deb göstərilgan. Xəbərdə aytilishicha, hozir siliqlashtirilib siyosiy tarbiyalash markazi deb atalıyotgan o'rinlar davlat ma'muriy xodimlarining hukumat chekit urib qo'ygan shaxslarning shundaqla diniy e'tiqodga chetishli kishilarning mengsini yuyish xizmati jiddiy davom qilmoqda ekan. Shun ular bu o'rinlarni tilga olganda tarbiyalash markazi deyishning o'rniga yığılış lageri degan so'zni qo'llangan. Bu ma'lumot diyen Çinçengo milyonga yaqin kishini göröge elib, butkul Şinjanni üstü ochiq turmaga aylantirib qo'ydi deyilgan. 20 aprel günü Amerika'nın muvaqqat davlat ishlar ministri John Sullivan davlat ishlar ministrligining 2017 yillik kishilik huquq dokladini e'lon qildi. Bu bayonotida Xitoy, Rossiya, İran ve Shimoliy Koreya hukumatlarini insonlarning haq-huquqlarini eng qattiq dafsanda qilayotgan davlatlarga ko'rsatdi. Bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarning milliy, diniy va tiliy erkinligini yo'qotishga harakat qilayotganligini bildirdi. Amerika Davlat ishlar ministrligining yillik dokladida Uyg'urlarning vaziyatiga keng o'rin berilgan bo'lib, uningda Xitoy hukumatining Uyg'ur elida terrorlikqa qarshi turishini bana qilib, hech qanday isbot ko'rsatmay turib, terrorchi deb atalgan kishilarni xohlagancha o'q chiqarib o'ldirganligi, Uyg'ur elida nurg'un kishilarning izdiraksiz g'oyib qilib etilganligi, bo'libmi chet ellardan qaytib kelgan kishilarning izdiraksiz g'oyib bo'layotganligidek masalalar o'tirg'a qo'yilgan. Fransiya axborot agentligi payshanba kuni e'lon qilgan tafsilotida Uyg'ur rayonidagi bostirishda Xitoy xizmat guruhlarining rol o'ynayotganligi bildirildi. Mazkur agentlikning xabarida Uyg'ur elida yezlarga tushirilgan xizmat guruhlarining vazifasi haqida tafsiliy bayon qilingan bo'lib,
Onunda Xitay hökuməti bu xizmət qruplarının vəzifəsi xalqның көңіліне ұтыш дейсімі, lekin ularning Xitay dövlətiga qarşı xavflarni tepib chiqish va ularni jazolashdek yana bir maxfiy vazifasi bor deyilgan. Maqolada Qarqash noyisining Yava yezisida Aqchiganlıq kentiga tushgan Bington xizmat guruhisining bu vazifani eng oshqun holatda ijro qilayotgan xizmat guruhi ekanligi tilga ilingan. Uning oshkorlanishicha Bington radio televiziya universitetining xizmat guruhi Aqchiganlıq kentiga o'rinlashib 4 oydan keyin bu kentning 100 dan ortiq aholisiga oid bo'lgan. Ular tutqun qilingan yoki yepiq tarbiyalash lagerlariga avatilgan bo'lib, bu mazkur kent nupusining 5 dan 1 qismini tashkil qildi ekan. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Aysanın Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İqtisadi İctimai Kengişinin 16 aprel günü New York şəhərində başlanğan 17-ci növbətlik yerlik millətlər yığınına qatnaşışı tosqunluq uçrab, yığınğa qatnaşdırılmagan idi. Ma'lum bo'lishicha, aloqador doiralar bexatarlik andishalarini sabab qilib ko'rishdi. Dolqun Aysaga yig'inga kirish guvohnomasi berishni rad qildi. Bu ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Lekin 24 aprel günü Dolqun Aysa apandi Amerika va Germaniya bosh elchilarining aralashishi bilan bu yig'inga qaytadan chaqirtilgan. O 25 aprel kunidagi yig'inda Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarning ovozini bo'g'ishga urinib kelayotganligi, Uyg'urlarning hozirgi og'ir kishilik huquq vaziyati, Xitoyning epiq tarbiyalashi lagerlarini qurib, 100 minglagan Uyg'urni bu lagerlarda tutib turayotganligini o'tirg'a qo'yib, xalqaro jamiyatning buningga darhol tadbir qo'llanishini talab qilgan. 27 aprel Belgiya poytaxti Brüsseldagi Yevropa parlamentining oldida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan og'ir kishilik huquq dafsandichiligi va tarbiyalash markazi nomidagi yig'ilish lagerlariga qarshi turish ham buningga dunyoning diqqatini tortish uchun keng ko'lamli namoyish va yurish faoliyati o'tkazildi. Bu keng ko'lamli namoyishga Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Avstraliya, Turkiya, Yaponiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Yevropa davlatlaridan kelgan minglagan Uyg'ur va Uyg'ur masalasiga ko'ngil bildigan kishilar qatnashganligi bildirilmoqda. 27 aprel kuni yana Amerika, Avstraliya, Yaponiya qatorliq 3 davlatda 10 shaharda namoyish o'tkazish orqali Belgiyadagi bu 5000 kishilik namoyish deb atalgan zo'r ko'lamdagi ommaviy namoyishga ovoz qo'shildi. Bu qitimqi namoyish muhojiratdagi Uyg'urlar tarixida elib berilgan eng cho'ng ko'lamdagi norozilik namoyish faoliyati bo'lib hisoblanadi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.